Bo'lajak kosmetologlarga maslahatingiz? Har doim barcha pulni cho'nchakka olishga harakat qilmang. Doim qilgan aybingizni patsientga ag'darmang. Va uchinchisi, doim ehsonparvar bo'ling. Doim pul uchun emas, natija uchun ishlang. Shunda har doim siz o'zingiz urveningizni, o'zingiz ishonchingizni saqlab qolasiz va bilim olishdan hech qachon orqaga qaytmang. Va 4 ta quti qilib oling. Birinchi quti ehson qutisi, ikkinchi quti bilim olish uchun quti, uchinchi quti shu o'zingiz ishlayotgan ishxonangizni hech qachon pul ayamang. Chunki bu ishxona bu sizni uyingiz hisoblanadi. Uchinchi quti shu ishxonani rivojlantirish uchun, ya'ni katta joylar ochish uchun yoki bo'lmasam bitta gulab kelib qo'yish uchun yo kompyuter qilish uchun yo tizimlashtirish uchun pulingizni ayamang. To'rtinchisi ijtimoiy tarmoqlarsiz siz hech kimsiz. Ijtimoiy tarmoqlardan patsient topib keldik deylik, ishladingiz, ana endi ikkinchi qutiga qaytamiz. Bilim olish qutisi. Agar siz to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri yo'nalishda keta olsangiz, marra sizniki. Shu 4 ta quti bilan siz zo'r bo'la olasiz.